Ikkinchi raund. Ketdik. Ikkinchi raund, Bashqortsa battle. Men birinchi raunddagi ag'ayg'i PKS battle. Ko'rinmagan, eshitilmagan birinchi studiya restorator. Bo'ldi raundda yengilirga bo'ldim, hidim borqa batib. Qitqildagan tovush eshitgach, abturab men turmanim. Tumbora to'tibban katasta o'yana yo'l tutdi. Xayolimdan artingan, keldim men bu battle'ga. Qitqildagi tushuntirib kerak bu hatta parla. Yetmaganimni maktabdan bir qartib maqtar kerak. Shulg'ina yetmagani meni rockerda kam headerga. O'sha men ularni topayim, diyorga tirab, bedin bu qildaqtar bilan torga 50 dan kila. Xayoldarin uzib ketib qoldirganlar ular ardimda. Berdim bo'lshab reperlar o'qiylar. Xayoldarin uzib ketib qoldirganlar haray ardimda. Berdim bo'lshab tovuqlar o'qiylar rap. Bash hip hop men hede shap shop. Bash hip hop Naize Bedim sesin akmulla, ko'zlarim ushlaydi ekan. Bashqurtlarim o'qu kerak, nadanlar ko'p o'qu kerak. Aqlli reper shuni eshitib uyini olsa binib. Asa akmullani eshitgan olmay rap o'qitiga. Bedim har reper, Shabu Stash boshqarar, producer, blogger, vayner, billboy, videoshi tamada. Bir yerda uchrashib bir-birinikin ilmish kunda. Elbetdagi vaynchik rap yo'q edi. Xayoldarin uzib ketib qoldirganlar ular ardimda. Berdim bo'lshab reperlar o'qiylar. Xayoldarin uzib ketib qoldirganlar haray ardimda. Berdim bo'lshab tovuqlar o'qiylar rap. Really, not easy.